Bo'lsin. Bugun yerlik hikoyalarni anglab, ularni rətlab, tahrirlab qilishga vaqtim chiqmaganligi uchun o'zim necha oyning oldida shu Ishqirdagi dangliq bir qo'rqinch hikoya so'zlaydigan Bojo'ninkida anglab olgan bir hikoyamni sizlarga tarjima qilib so'zlab beray. Bu hikoyadagi bosh personajning ismi Xiaohua. 2012 yillari Xiaohua 11-12 yosh mezgilida ota-onasi bilan birlikda Ishqirning ma'lum bir yerdagi kichik shaharda birga yashaydi. Bu kichik shahar 80% zavod korxonalar bilan qoplanganki, bu shaharda yashaydigan kishilarning 80%da yuqorrog'i shu yoq yurtdan kelgan zavod korxonalarda ishlaydigan kishilarga. 2012 yildagi bahor bayrami kelishga oz qolgan mezgilda bu shahardagi kishilar o'zlarining yurtiga qaytib ketishga tayyorlik qilib, so'g'u salomlarini, yuk taqlarini ilib, bir-birlab poyezdga o'tirib bu shahardan ayrilibdi. Shunday qilib, odatdagi avot bu shahar bir kechada cho'lda arab qolgandek, bu shaharda odamlar noyt oz qopdi. Xiaohuaning ota-onasi yurtga qaytib ketmabdi. Buning sababi ayol ikkili tarafning cho'nglari xil burunli qaytishib ketganka. Shunga endi yurtimiz qaytib borсақмы, yo'qlaydigan odam yo'q. Uningdan mushu bayram mezgilida ishlab, qo'shlab maosh olayli deb mushu yerda qopdi. Ondan shu bahor bayramiga 2 kun qolgan kuni tushdan keyin soat 4-5lar bo'lgan mezgilda Xiaohuani chaqirib, qizim, 500 koyni ilib uyda tutib turing. 500 koyning 100 koyga QB qachilab, shu uyda kompyuterda o'yin o'ynab tutib turing, talog'a bek chiqmang debdi. Odatda tor o'yinlarini o'ynashiga qarshi chiqadigan bu ota-onasining bu qitim o'zligidan pul berib, shu torga o'yin qachilab o'ynang deganidan xo'shib ketgan Xiaohua ota-onasi nim desa ma'qul debdi. Ota-onasi yana qo'shimcha qilib, bugun kashib ketdi, talog'i chiqmay, ertalikka kunduzi atrofdagi kitobxonlarga berib qachilang u QB'ni debdi. Men uqmaydi ekanman. Anglashlarga qaraganda u zamonlarda kitobxonlardan QB qachilg'il bo'lgan-ku. Shuning bilan Xiaohua ota-onasining gapiga ma'qul bo'lib, bu 500 koyni ilib uyda qopqapti. Ota-onasimi pastga tushib ketibdi. Shuning bilan Xiaohua shu derazadan marab turibdi-da. Ota-onasi pastdagi o'zlarining bulkoy mashinasiga o'ltirib, Xiaochuning darvozasidan chiqib ketganligini ko'rib, ota-onasining ketganligini jazmlashtirgan bu Xiaohua darhol eshikning tubida issiq chopinni kiyiblam, shu liftga o'ltirib pastga tushibdi. Ondan shu Xiaochuning atrofidagi 200 metr jiroqlikdagi Wang bog'iga berib, Wang Guangga 100 koy pulni berib, "Akam, shu ko'kyorimga pul qachlab bergan bo'lsangiz" debdi. U Wang Guang bu javoban kech soat 8dan burun pul qachilg'il bo'lmaydi. Sizning QQ nomeringizni men yozib ap qolay. Kech soat 8dan bir 5 minut o'tgan vaqtda QQ'ringizni ichib qarab baqsangiz, shu vaqtda pul kirgan bo'ladi debdi. Xiaohua ma'qul deb 100 koy bilan QQ nomerini qoldirib qo'yib, uyga qaytib mengibdi. Endi Wang Bag'i berish yo'lida o'zining yolg'iz qolganligidan ham tor o'yinlarini qong'udek o'ynab oldigandan xo'shalib ketgan bu Xiaohua bu havoning bunda sovuq ekanligiga diqqat qilmagan. Uyga qaytish yo'lida endi nipis kiyinib olgan bu Xiaohuaning endi ustixonlaridan o'tib ketibdi-da, bu zahardek shamol jaloqishib titrab ketibdi. Nimishqa qilinroq kiyinib olmagan dema deb pushaymon qilibdi. Ondan Dayuanning ishigidan kirib liftga chiqib turishiga, liftning eshigi yana bir qitim ichilib 8-qavatda o'ltirdigan Wang Taga liftga kiribdi. Ondan bu Xiaohua munayt adabli holatda Wang Taga yaxshimisiz deb salom beribdi. Bu odam beshini langshitib bu salomga javob qaytargach, "Sizlar bayram o'tkazgili yurtinglarga qaytib ketmabsizlar-ku" debdi. Xiaohua javob berib, "Bizning yurtdagi ota-onam ikkil tarafning bu mo'milarim burunli qaytishib ketgan. U yurtga borsaqmi yo'qlaydigan odamlarimiz yo'q. Shung ota-onam zavodda ishlayli bo'ldi deb qap qoldi. Ular zavodga ketdi, men uyda yolg'iz qap qoldim" debdi. Bu Wang familiyalik bu Xiaohuaning gaplarini anglagan, endi bu Xiaohuaning putidan beshigacha shunda bir g'alati nazarda inchikilab qarab chiqibdi. Ondan 8-qavatga kelganda tushib qopdi. Lift ko'tarilib 14-qavatga kelgan vaqtda eshigi ichilibdi. Endi bu koridorning ichi qop-qorong'i ekanda, bu binoning koridorlarining chirig'i buzilib qolg'ili xeyli vaqt bo'lgan-ka. Lekin endi bu yerdagilar o'ngshab berishga erinchaklik qilib, texi o'ngshmagan-ka. Shuning bilan Xiaohua qo'rqib tursimi bu qop-qorong'i koridordan uy tarafga qarab mengibdi. Bu Xiaohualarning uyi mush koridorning beshida ekanda. Shunda ketyapsa, keynidan bir hosirab hümü degan ovoz anglanibdi. Bu kimdi deb keyniga qaray deb turishig'lam bir kuchli qo'l bu Xiaohuani dumbisli ittirib yutibdi. Bu ittirishning zarbisidan Xiaohua o'zini kontrol qilolmay yiqilib ketgan tas qapti. Keyniga darhol qarshi hech kim yo'q. Bir muzdek shamol Xiaohuaning yuzidan sipab o'tib ketibdi.
Ondan uyga kirib 8ning bo'lishini saqlab o'ltiribdi. 8 bo'lgan vaqtda kompyuterni ichib, QQ'sini ichib qarab yiqibdi. Heliq pul tex kirmagan. 8dan 5 minut o'tibdi, 10 minut o'tibdi, 15 minut o'tibdi. Chauxua shunchalik titib bo'lib ketibdi, lekin heliqi QB bu QQ'si qachilanmabdi. Shuning bilan o'ylab o'ltirib, ha, meni kichik bola ko'rib, ma 100 koy pulsini qachilamayman, yutib olsammi, ota-onasiga vang bag'ini deyanmaydi. deb qarab 100 koyni yutib olmoqchi bo'lib, man qachilab bermabdi-da bu vangwan deganlarni o'ylab Shavxoning shunda ochiq ketdi. Shuning bilan yana yugurib berib ishning tugidagi chopinni aplam liftga chiqibdi. Lift pastga tushib 8-qavatga kelgan vaqtda eshik ochilibdi. Ondan liftning udulda o'ltirdigan Wang familik eshigini qiya ichib liftning ichiga bir qarab etgandan keyin eshikni jang'i deb kirib ketibdi. Ham Shavxo xiyolda liftni besib qo'ygan odam Wang tag'am o'xshaydi. Uyning ichida ayg'in kiyayotgan o'xshaydi, hozir chiqib qola deb birdan saqlab turibdi. Lekin bu Wang familik uydan chiqmabdi. Shuning bilan ochiq kelib liftning yepiladigan knopkasini bossa, liftning eshigi yepilmay turaveribdi. Bu eski liftni buzilgan o'xshaydi, hamda odam o'ldirganda deb o'ylab, shu koridordan tang yugurib, ilg'ma lowdav palampayning eshigini g'ich ichib pastga tang yugurib tushibdi. Palampaylarning o'ttirda bir to'xtaydigan yeri bor-ku, tushib mishaga kelgan vaqtda bu lowdowning ishiga g'ich chiqib o'zligidan ichilib ketibdi. Bu kimdi hamda deb qarsa, ilqi Wang familik eshikdan beshini chiqarib mush past tarafga qarab turibdi. Shuning bilan bu Shavxoning ochiq kelib, bu Wang tag'am jiqichib oldimi, masub qoldimi, nima g'alit qiliqlarni qilib yuradigan deb, o ishda deb yana tang yugurib pastga tushib ketibdi. Ondan Wang bog' berib qarsa, bu Wangwan do'stlar bilan birlikda noyat qizg'in o'yin o'ynayotgan-ka. Voy otta ura sen qini deyishib shunda qizg'in o'yin o'ynayotgan-ka. Shuning bilan bu Shavxoyini berib, "Aka, mening kubirimni tek qachlab bermadingizmi?" deb muloyimlik bilan so'rabdi. Lekin u Wangwan bu Shavxoni pisantigimi ilib qo'ymabdi-da. Bu Shavxo qarabmi qo'ymay o'yinini o'ynaveribdi. Shuning bilan ikkinchi qitim ovozini texim ulligiroq qilib, "Aka, men sizga qo'yatman, mening pulimni nimish qachlab bermadingiz? Meni kichik bola deb bo'zak ko'rib qoldingizmi?" deb vaqirabdi. Wangwan yen o'xshashli bu Shavxoni endi qirg'i apmi qo'ymabdi-da. Buningdan ochiq kelgan Shavxo endi Wangwanning diqqatini o'ziga tortish uchun juzning ustidagi yarim botulka koloni ilib, yerga otqash, "Men sizga qo'yatman, nimishqa mening gapimni anglamaysiz?" deb vaqirabdi. Kolo botulkasi yerga tong qilib tushishi bilanla Wangwanning atrofidagi do'stlari o'rnidan turib bu Shavxoga o'miyib qarabdi. Shuning bilan, endi chatoqning cho'ngini terib qo'yibdiman-da deb qo'rqib bu Shavxo keyniga o'rilib qochibdi. Yugurib bir yerga kelganda to'xtab, keyni qarsa, bular keyindan agishib kelmagan. Shuning bilan ko'ngli yerim bo'lgan holda uyga qarab mengibdi. Bu 100 ko'yim quduq tushib ketdi. Bu ishni ota-onamga deyanmayman. Wang bag'inimni bilib qolsa bo'lmaydi. Keynimga qaytib borolmayman. Endi borsam cho'qim meni urib tillab bo'zaq qilishi mumkin deb yonchi qo'lni tiqib, ma'yuslangan holda yerga qarab mengibdi. Ketib-vassam yo'lning o'ttirsida bir tutam pulning turganligini ko'ribdi-da, atrofiga qarsa hech kim yo'q. Shuning bilan yugurib berib pulni ilib yonchi qo'l savabdi. U pulning sirtida qizil ranglik 100 koydan 3-4 bor. Ondan ichida 50 koylik, 20 koylik, 10 koylik ashta pullar bor. Shuning bilan Shavxo xushal bo'lib, "Oyada 100 koy yo'qotganim bilan men yerda bir munch pul tepib oldim-sa" deb xushal holatda uyga qarab mengibdi. Bu vaqtda bir g'alati ahvolga diqqat qilib qopdi. Tunji qitim uydan chiqqan vaqtda heliqi nipizli chapon kiyib olganligiga pushaymon qilib ketgan-ku, jaloqshib titrab. Endi bu qitim havo noyat illiqkanda, unda sovuq shamolmi yo'qka, jondan o'tkidek sovuqmi yo'qka, hattoki atrof bir xilliqi atiyozning havosidek shunda bir xil illiqka. Shavxo ko'nglida bu havo royi ajab tez o'zgaraydigina deganlarni o'ylagan bo'pti. Dal shu paytda ota-onasining bolkovoy mashinasi Shavxoning yenidan qushqandek o'tib ketibdi. Endi chatoq bo'ldi. Ota-onam nimishqa to'yqsiz uyga kelib qolgandi. Mening uyda yo'qligimni bilib qolsa, chatoq chiqadigan bo'ldi deb uyga yugurib mengibdi. Tayvanning eshigining oldiga kelib qarsa, endi 3-4 soqchi mashinalari yig'ib ketgan-ka, viyu qilib. Bizning Tayvanda bir ish bo'lganmidi deb o'ylab turishiga shu lift ichilib, ikki soqchi ilqi Wang familikning ikki qo'lini mushtaq keyniga qayirib apmanganligini ko'ribdi. Bu odam bu yerdan g'alit qiliqlarni qilib yuradi. Nima ish qilib qo'ygandi bu odam deganlarni o'ylag'ach, lift o'ltiribdi. Lift usti ko'tarilib 8-qavatga kelganda eshik ichilib yepilmay turibdi. Dal shu asnoda bu Shavxomu liftning uduldagi Wang familikning uyining oldida
Birsini quchoqlaguncha o'ltirib yig'layotgan opasiga ko'zi tushib qopti. Yaqinlab berib qarasa, opasining quchog'idagisi dal Xiaohua o'zi shuka. Shuning bilan Xiaohuaning ko'z oldi bir xil nurlanib, yo'rib ketgandek bo'p, o'zini bir nurning ichiga kirib qolgandek his qildi-da, yana bir qitim ko'zini ochgan vaqtda o'zi doktorxonaning karavotida yotganka, ota-onasi bo'lsa karavotning beshida yig'lab o'tirganka, ondan bo'lgan haqiqiy ahvollarni ota-onasining og'zidan anglabdi. Bu mundaq ishga. Xiaohua birinchi qitim iliqi Wang Guangga 100 koy pulni berib qo'yib, liftga chiqqan vaqtida Wang familiyalik bu cho'ng bo'lgancha zilvolishib chiroyli bo'lib ketgan bu Xiaohuaga qarab niyatini buzganka. Xiaohuaning gumonini qo'zg'ab qo'ymay deb 8-qavatga kelganda tushib qilib, palampaydan yugurib 14-qavatga chiqqanka. Xiaohua mo 14-qavatga chiqib, iliqi qorong'u koridordan uy tarafga qarab mangan vaqtida bu iliqi Wang familiyalik asta-asta yaqinlab kelib qo'ldagi kaltak bilan Xiaohuani urib aylantirib, so'rab pastga ap tushib o'zining uyiga akirib, endi bir niyatimni buzay deb tursa, ding-dong qilgan ovoz anglandikan. Bu Wang familiyalikning uyi liftning udul bo'lgandikin, "Da qo'shnimiz mening uyimning oldida bog' o'xshaydi. Mening ma jinoyatimni bilib qolmasin" deb xudikubaning mudikuba deb eshikni qiya ichib lift tarafga qarsa, liftning ichida hech kim yo'q. Lekin liftning eshigi yopilmay shunda turib olganka, buningdan hayron bo'lib tursa, odam yo'q koridorning ichida bir oyoq tevish anglanayotganda tang 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 qilib yugagan. Keyindilla palampayning eshigi hech ichildikan. Birasi mening qilmishimni ko'rib qolgan o'xshaydi deb o'g'rining yurgi pok-pok deb bu Wang familiyalik palampayning eshigining qishig'i berib, hech ovoz chiqarib ichib pastga qarsa, yana palampayda hech kim yo'q. Keyindilla palampaydan yana tang 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 qilib pastga yugurib tushib ketib qolgan ovoz anglandika. Shuning bilan bu g'alit ahvollardan qo'rqib ketgan Wang familiyalikning buzilgan yomon niyatlari bir yerlarga uchib ketib, qo'rqinchidan endi bu qizolni uyga chiqib qo'ysam chinib qoladi. Bu qizolni endi bir taraf qilib, pochlab, chamdan qochlab bir yerga borib tashlab etay deb chamdonni tayyor qilib, pochlaydigan narsalarni tayyor qilib turganka. Endi gapni Xiaohuaning ota-onasidan anglayli. Bu ota-onasi ikkilisi bir sexda ishlaydi-ka. Xiaohuaning opasi ishlab etib, lamush ko'zining qorchug'i keyinib ketib, lijiqilib qoldi-ka. Dadasi opasini quchoqiga ilib qarab tursa, Xiaohuaning opasi shu qorchug'i keyinib ketgan holatda ig'iz ichib gap qilganda, bu ovoz Xiaohuaning dadasining opasining ovoziga. "Sizlar pulni deb mening nevramning o'lik tirikligi bilan koringlar bo'lmasa bo'lamda? Sizlar pul topsanglar bo'lamda? Mening nevram hozir sizlarning 8-qavatdagi polon qo'shnilarning uyida hushidan ketgan holat yetyotidi. Avlon familiyalik hozir uni pochlab bir yerga borib tashlab etmoqchi. Hozirning o'zida uyga berib nevramni qutqizinglar" deb lam u Xiaohuaning opasining ko'z qarchug'i joyiga kelib, "Voy men nim bo'ldim, nim dedim" deb qoldi-ka. Shuning bilan Xiaohuaning dadasi darhol uyga telefon qildi-ka. Necha qitim telefon qilsa-mu, telefonni oldiga odam yo'q. Ondan keyindili soqchiga telefon qilib, 8-qavatdagi palon qo'shnimizning uyida qizim shu yerga ziyonkashlik uchirdi deb ahvolni davatgandan keyin ayolni ilib, shu uyga ushqandek berib, shu qo'shnisining uyini chekidika, u vaqtning o'zida soqchilarni kelib bo'lgan, shuning bilan bo'sib kirsa, Wang familiyalikning heli qizvalni pochlig'layotgan vaqtiga dal ulgurib kirib, u qizalni sog'-salomat qutqizib oldi-ka. Lekin u Xiaohua hushsiz holatda, shuning bilan doktorxonaga olib jiddiy qutqizishlar orqali bu qizal mo'shiq keldi. Endi gapni Wang Badan anglayli. Shu kuni taxminan kech soat 8 dan 20-25 o'tgan vaqtida tuyuqsizlan bu Wang Guanning jo'sidagi yarim potilka ko'li usti ko'tarilib, yerga tarang-turang tushib ketgan. Shuning bilan bu ahvolni ko'rgan bu Wang Guan qatorliqlar qo'rqqanidan o'rnidan chachrab turib ketdi-ka. Wang Guanning opasi tugab ketgili uzoq bo'lmagan-ka. Shuning bilan mening opam shu bayram kelib qolsa-mu sen menga pul ko'ydirib bermiding deb ochiqlab, menga mushtaq qilayotgan o'xshaydi deb darhol uyga qaytib, opasiga nurg'unlagan qog'oz pullarni ko'ydirib bergan-ka. Xiaohuaning ikkinchi qitim Wang Baga berib qaytish yo'lida tepib olgan iliqi bir tutam puli dal shu Wang Guan opasiga ko'ydirib bergan pulga. Bu bir qo'rqinch hikoyami emas, lekin tarbiyaviy ahamiyatga ega bir hikoya. Qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, bolalarga kichik ota-onalar bola uyda yolg'iz qolgan vaqtda atrofdagi hech qanday bir qo'shniga hamda tonish bilish deb qarab o'zining yolg'iz qolganligini aytmasligi to'g'risida ko'proq nasihat qilib qo'ysanglar bo'ldi deb o'yladim. Maqolamsa bugungi hikoyamni oyoqlashda turgan bo'lsanglar, do'stlarga taqdim qo'yishni unutib qolmanglar. Yerlik hikoyalar jiq, atadan boshlab men yana davomliq yerlik hikoyalarni sizlarga so'zlab berman.
Ondan men ma doyingimga seri qarva içip qo'ydi. Ham o'zim ap yeb boqqan, ham o'zim ap ishiltib boqqan, yaxshi narsalarni isib qo'ydi. Endi u narsalardan men 5 mo'chan birak qo'y degandek foyda qilib qoldi-ki. Unda jixmo qilib qolmaydi-ki, shunda bo'lsa-mu, o'zim eng yaxshi ko'rgan narsalarni isib qo'ydim. Ehtiyoj bor do'stlar, doying do'konimga kirib setib